Mamadali Topivoldiyev 1919-yilning 3-sentyabr kuni Farg'ona viloyati Rishton tumani Pandigon qishlog'ida tug'ilgan. Otasi Topivoldi aka dehqonchilik, onasi Meli buva aya farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan. Mamadali Topivoldiyev armiya safiga chaqirilgunga qadar qishloqda bir muddat bachtalyon, keyin esa traktorchi bo'lib ishlagan. U 1939-yilda urushga jo'nab ketdi. Shu paytgacha Fors urushlarida juda ham ko'plab jangovar harakatlarni muvaffaqiyatli olib borgan bo'lsa, u Turon zaminiga kelganda, o'sha paytda Marokanda, hozirgi Samarqandga kelgan paytda ish bermay qoldi. Chunki Spitamin o'zining xalq lashkarlaridan yig'ib olgan partizan guruhlari bilan uning jangovar tartiblariga zarba berishni boshladi. Uni jangovar tartibini har qayerdan zarba berib, uni parokandalikka uchratdi. Qadimgi dunyo urushlarida biz Spitamingacha jangovar harakatlarni partizanlik usulida olib borishni kuzatmaymiz. Partizanlik kurash harakatlarini olib borilishi keyinchalik boshqa xalqlar tomonidan o'zlashtirildi, takomillashtirildi. Masalan, Italiyaga ozodlik olib kirgan Giuseppe Garibaldi harakatlarini misol ko'rsatishimiz mumkin. 1812-yilda Rossiyaga bostirib kirgan Napoleon armiyasiga qarshi Rossiya o'rmonlarida harakat qilgan Denis Davidovning harakatlarini keltirishimiz mumkin. Lekin partizanlik harakatlari taktika va strategiya nuqtai nazaridan Ikkinchi jahon urushi davrida o'zini yuqori cho'qqisiga chiqdi. O'sha paytlarda dushman okkupatsiya qilgan hududlarda juda ham ko'plab partizan otryadlari, diviziyalari, korpuslari harakatlanib, Qizil armiyaning jangovar harakatlarini muvaffaqiyatli ketishiga o'zlarini ta'sirlarini ko'rsatgan. Ikkinchi jahon urushi yillarida partizanlik harakatlarida juda ham ko'plab o'zbekistonliklar jangovar harakatlarda ishtirok etgan. Ulardan partizan отделенияsi, vzvodi, rotasi komandirlari, yirik partizan guruhlarining komandirlari yetishib chiqqan. Ular mana Belorussiya, Ukraina o'rin topa oldi, faxr bilan tilga olamiz. ...1939-yilda Katta Farg'ona kanalining qurilishida Pandigon qishlog'idan o'tadigan qismida faol ishtirok etadi. Tarixdan bilamizki, Farg'ona kanali 45 kun ichida qurib bitkazilgan. Mana shu yilni kuz faslida Mamadali Topivoldiyev armiya safiga chaqiriladi. U Belarusiyadagi harbiy qismlarning birida 130-artilleriya polkida og'ir to'plarni shatakka olib yuruvchi avtomobil haydovchisi lavozimida xizmat qiladi. Fashistlar Germaniyasi sobiq Sovet davlatiga bostirib kirgan paytida u g'arbiy front tarkibida jangovar harakatlarda ishtirok etadi. Lekin uning o'sha paytdagi 130-artilleriya polki Belorussiyaning Borisov shahrida bo'layotgan janglar mobaynida qurshovga tushib qoladi. Endi o'sha paytlarda urushning dastlabki kunlarida Sovet harbiy rahbariyatining, siyosiy rahbariyatining yo'l qo'ygan kamchiliklari oqibatida juda ham ko'plab Sovet birlashmalari, diviziya, korpus armiyalari dushmanning qurshoviga tushib qolgan edi. Mamadali Topivoldiyev bir nechta o'z safdoshi bilan nemislarning qurshov halqasini yorib chiqishga muvaffaq bo'ladi. 1941-yil noyabr oyida Mamadali Topivoldiyev o'z safdoshlari bilan dushman tomonidan okkupatsiya qilingan Borisov shahri hududlariga yaqinlashib keladi. Va razvedka ma'lumotlaridan shuni aniqlaydiki, demak, Borisov shahri yaqinida dushman Sovet harbiy asirlarini tutqunlikda ushlab turganligi ma'lum bo'ladi. Tungi paytda Mamadali Topivoldiyev o'zi o'sha quroldosh do'stlari bilan mana shu dushman tomonidan bizni harbiy asirlarimiz saqlanayotgan lagerga hujum uyushtiradi. Soqchilarni yo'q qilgan holda mana shu tikanli simlarni uzib tashlab 146 nafar harbiy asirni qochishga muvaffaq bo'ladi, qochirib yuborishga muvaffaq bo'ladi. 146 nafar harbiy asir degani bu bitta o'qchi rotasi. Bu juda ham katta, o'sha paytda urushsiz dastlabki paytlarda armiya uchun juda ham kerakli bo'ladigan kuchlardan biri edi. Mamadali Topivoldiyev frontda ko'plab mardlik namunalarini ko'rsatadi. E'tiborli jihati 1940-yili
o'ta muhim ishlar topshirig'ini bajarayotgan nemis josusini tiriklayin qo'lga oladi. Mazkur qahramonligi uchun yuksak unvon bilan mukofotlanadi. O'sha polka Visla daryosiga ko'chirilganda davlat chegarasidan tez Germaniya bosqinchilari tomonidan hujum samolyotlari otilib turgan payt bo'lgan. 1941-yilning iyul-avgust oylarida Belorussiya urushning eng o'choqlariga aylangan hudud bo'lgan. Bu yerga Germaniya fashistlari tomonidan elita diviziyani markaz qismi joylashtiriladi. Mana shu diviziyalarni qurshoviga tushib qoladi Mamadali Topoldiyev xizmat qilayotgan polk. Mana shu qurshovdan o'zini kichik bir guruhi bilan chiqib ketayotgan paytda oyog'idan juda ham qattiq yaralanadi. Uni Belorussiyaning Pisaryova qishlog'ida yashovchi Anna Rilkova o'z uyida davolaydi. Ular ona bola tutinadilar. Fashistlar Topoldiyevni saqlaganini payqab qolib, Anna Rilkovaning uyini portlatib yuboradi. Keyinchalik Mamadali Topoldiyev tutingan onasiga yangi uy solib beradi. 1942 yil fevralida Mamadali Topoldiyev Kurugli aholi yashash punkti yaqinida dushman kuchlarini, uni kommunikatsiyalarni razvedka qilish maqsadida keladi. Lekin mana shu yerda o'sha paytdagi vatan xoinlaridan iborat politsiyalar tomonidan hibsga olinadi. Lekin bir kundan keyin soqchini yo'q qilgan holda qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Shundan keyin u o'z atrofiga 13 ta jangchini birlashtirgan holda Belorussiyaning Vitebsk va Mogilov viloyatlarida harakat qilayotgan chekist partizan brigadasiga kelib qo'shiladi. Mana shu chekist partizan brigadasining 5-otryadida отделение komandiri, razvedka отделенияsi komandiri lavozimida jang qilishni boshlaydi. U o'zini chidamli, zukko va jasur jangchi sifatida ko'rsatdi. Biroz nemis tilini bilardi, ajoyib fotografik xotiraga ega edi. Kun davomida u o'nlab kilometrlik yo'lni bosib o'tishga muvaffaq bo'ladigan baquvvat, jismoniy baquvvat yigitlardan biri edi. Qimmatli ma'lumotlarni to'plashga unga teng keladigan yo'q edi. U tez yolg'iz o'zi vayron bo'lgan tankdan yechib olingan pulemyoti bilan qurollangan holda razvedka ishlarini amalga oshirgan. 1942 yil 29-iyul kunida Mamadali Topoldiyev razvedka ishlarini olib borayotgan paytda dushman patruliga duch kelib qoladi.